A plus 4-testimiz tahlilini boshlaymiz. Bizda birinchi savol. A parametrini shunday qiymatlarini topingki, bizga shu tenglamani bergan. Tenglama yagona yechimga ega bo'lsin. Tenglama yagona yechimga ega bo'lishi kerak ekan. Xo'p, qarang. Umuman olganda A taqsim B teng 0 ko'rinishidagi tenglama A teng 0 bo'ladi, B teng emas 0 bo'lishi kerak. Ya'ni mahraj 0 bo'lishga mumkin emas. Suratni 0 ga tenglashtiramiz, lekin o'sha chiqqan javoblarda mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Hop, biz ham suratni 0 ga tenglashtiramiz. X kvadrat plus 3a minus 1 ko'paygan x qo'shilgan 2ta kvadrat minus 2 teng 0 tenglamamiz. Hop, mahraji bo'lsa 0 ga teng emas deymiz. X kvadrat minus 3x minus 4 teng emas 0 qilamiz. Bu x minus 4 u x plus 1 teng emas 0 bo'ladigan bo'lsa, bundan x teng emas minus 1 va bundan x teng emas 4 chiqadi. Hop, diskriminant hisoblaymiz. Ya'ni b kvadrat minus 4a 1 bo'lgani uchun yozmadim, c. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, buni hisoblasak, mana bu ikkalasi a kvadrat minus 6a plus 9 bo'ladi. Bu a minus 3 ning kvadrati ekanligi yaxshi, chunki diskriminantdan ildiz chiqadi. Demak, x1 x2 ni topamiz. Bu b bo'lsa, minus b degan payti 1 minus 3a bo'ladi, plus minus mana bundan ildiz chiqarsak a minus 3 chiqsa, taqsim 2a. Va bir marta qo'shgan paytimiz surat minus 2a minus 2 taqsim 2 bo'ladi, minus a minus 1 chiqadi bitta javob. Ayirgan paytimiz 4 minus 4a taqsim 2 bo'ladi. Bu degani 2 minus 2a bo'ladi. Demak, bizda ikkita javob x1 va x2 lar chiqdi. Endi qarang. Mana bu yerda quyidagicha yondashamiz. Hozir bizda ikkita javob chiqdi deylik-da kvadrat tenglamamizdan. Xo'p, ikkita javobdan deylik, mana bu javobi mana bu yerda taxlangan javoblardan biriga teng bo'lib qolsa, men ololmayman, bu javobni tashlab yuboraman, keyin bitta javob bo'lib qoladimi? Ha, chunki o'z bizdan mana bu yerda yagona yechim so'rayapti-da. Xo'p, shu uchun nima qilamiz endi desa, mana chiqqan minus a minus 1 ni tenglashtiramiz bir marta minus 1 ga. Bundan a teng, xo'p, 0 chiqadi. Xo'p, minus a minus 1 bir marta tenglashtiramiz 4 ga. Bundan a teng minus 5 chiqadi. Xo'sh, endigi nimada buni tenglashtiramiz bunga. Ya'ni buni atkaz qilamiz, bunisi qolsa, unda ham bitta yechim bo'ladi. Xo'p, endi demak 2 minus 2a ni tenglashtiramiz bir marta minus 1 ga. 2 minus 2a ni tenglashtiramiz bir marta 4 ga. Bundan a ni topadigan bo'lsak 1,5 chiqadi. Xo'p, bundan a ni topadigan bo'lsak minus 1 chiqadi mana. Endi qarang, hozircha a ni 4 ta qiymati bor. Lekin bunaqa bo'lsa-chi? Ya'ni men hozir suratini 0 ga tenglashtirdim-da, suratini ikkita javobini topdim-da. Lekin shu javoblarning bittasini oradan chiqarib yubordim. Endi tasavvur qiling. Suratini o'zini 0 ga tenglashtirganimda, ya'ni men buni yechganimda, mana shu tenglamani o'zidan bitta javob chiqsa-chi? Va o'sha javob mana bu ham bo'lmasa, o'sha bitta javobni javob deb olamanmi? Ha, men unaqa vaziyatni ko'rmadim. Men nimani ko'rdim? Ikkita javob chiqib, bittasi mana bularga to'g'ri kelmagani uchun tashlab yuborish haqida o'ylayapman. U ham to'g'ri. Endi bulardan tashqari ikkinchi bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat, mana buni o'zidan d teng 0 bo'lib qolishi mumkinmi? D teng 0 da bundan o'zi bitta javob chiqadi va o'sha chiqqan bitta javobni bu ham atkaz qila olmaydi va javob bittaligicha qoladi. O'sha uchun diskriminant teng 0 vaziyatni ham ko'ramiz. Ya'ni diskriminantimiz bizda mana bu narsa edi. Shuni 0 ga teng deydigan bo'lsak, bundan a teng 3 chiqadi. Demak, a teng 3 vaziyat ham bitta yechimni beradigan vaziyatlardan ekan. Xo'p, bitta yechim bo'ladigan vaziyatlar bizda nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. Endi qarang. A shartda nima deyapti? A parametrining nechta butun qiymatida tenglama yagona yechimga ega bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 5 ta chiqdi, lekin butunini so'ragan. Shuning uchun buni ola olmaysizda 4 ta deb yozasiz. Butunini so'ragani uchun. B shartda nima deyapti? B shartida
Tenglama yagona yechimga ega bo'ladigan barcha haqiqiy a'larning yig'indisini toping. Endi bunda butun demayapti. Mana shu yerga 5 tasini ham qo'shing deyapti. Xo'p, bu 5 tasini ham qo'shgan vaqtimizda 0 qo'shilgan -5 qo'shilgan 1,5 qo'shilgan -1 qo'shilgan 3 bo'ladi va javob bizada shunda necha bo'ladi? 4,5 -1,5 bo'lar ekan. Shunda javobimiz -1,5 ga teng bo'lar ekan. Bu bizda A shartimizni, bu bizda B shartimizni javobi hisoblanadi. Ikkinchi misolimizga o'tamiz. Hop, shu tenglamamizni yechishga harakat qilamiz. Hop, e'tibor bersangiz, mana bu narsani mana bunda yozish mumkin. 2 ta kosinus x ning kvadrati minus mana bu narsani qarang. 2 ko'paygan 2 ta kosinus x ko'paygan kosinus kvadrat 3x deb yozsak. Xo'p, endi mana a kvadrat minus 2ab bo'ldi plus mana b kvadrat kerak. Buni kvadrat kerak, ya'ni kosinusni kvadrat 3x ning kvadrati kerak. Mana shu narsani qo'shib, shu narsani ayirib qo'yamiz. Kerak bo'lgani uchun shu narsani qo'shib ayirdim. Va undan tashqari plus o'zini mana buni turibdi. Endi mana bu qismini to'la kvadratga kelgani uchun demak 2 ta kosinus x minus kosinus kvadrat 3x ning kvadrati deb yozib olsam, mana bundan kosinus kvadrat 3x chiqarib olsam ikkalasidan, buni o'rnida plus 1 qoladi, minus bundan bittasi ketsa, bittasi qoladi, ya'ni kosinus kvadrat 3x qoladi. Teng 0. Menda bizga ma'lumki 1 minus kosinus kvadrat sinus kvadrat bergani uchun buni sinus kvadrat 3x deb yozsak ham bo'ladi. Xo'p, endi yozadigan bo'lsak 2 ta kosinus x minus kosinus kvadrat 3x ning kvadrati plus kosinus kvadrat 3x ko'paygan sinus kvadrat 3x teng 0 bo'ladi. Xo'p, endi qarang, bu ham katta yoki teng 0 bo'lgan son. Nimadir kvadrati, bu ham katta yoki teng 0 bo'lgan son. Ularning ikkitasini yig'indisini 0 chiqishini yagona yo'li bunisi ham bir paytda, ya'ni birgalikda 0 bo'lishi kerak. Xo'p, bu qanday bo'ladi desa, xo'p, keling mana buni 0 ga tenglashtiraylik. Buni 0 ga tenglashtirganimizda ham bizda kosinus 3x teng 0 va sinus 3x teng 0 bo'ladi-da. Sinus 3x teng 0 bo'ladi. Mana shu qiymatlar mana buni ham 0 qilish kerak. Endi keling, kosinus 3x teng 0 buni nimaga majbur qiladi desa, kosinus 3x o'rniga mana bu yoqqa 0 keltirib qo'yadigan bo'lsangiz, 2 ta kosinus x minus 0 teng 0 bo'ladi-da, majbur bo'ladi kosinus x teng 0 bo'lishga. Ya'ni bu kosinus 3x teng 0 ligi mana buni kosinus x ni 0 bo'lishga majbur qiladi. Ya'ni shuni yechsam bo'ldi. Ya'ni shu shartni bajarsam bu ham 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladi. Chunki kosinus x teng 0 da bu 0 bo'ladi-da. Endi sinus 3x teng 0 da bundan kelib chiqadiki, kosinus 3x barobar plus minus 1 bo'ladimi? Bu qayerdan keldi desa, mana bundan keldi. Sinus kvadrat 3x qo'shilgan kosinus kvadrat 3x teng 1 mi? Ya'ni sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa, alfani o'rniga bir xil son bo'lsa bo'ldi. Shundan sinus x o'rniga 0 qo'ysangiz, mana bundan kosinus x topsangiz plus minus bo'ladi-da. O'sha narsa. Endi kosinus 3x teng plus minus 1 ni keltirib qo'ysangiz, mana buni kvadrati plus bo'ladimi, minus bo'ladimi? 1 qiladi-da. 2 ta kosinus x minus 1 barobar 0 bo'ladi. Bu yerdan kosinus x barobar 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, mana bu narsa mana buniga majbur qiladi. Xullas biza shuncha narsani emas, bu bilan buni yetsak bo'ldi ekan. Ya'ni shu darajagacha kelib qoldi. Demak, kosinus x teng 0 yechimi bizda pi taqsim 2 plus pn. Xo'p, buni javobi plus minus kosinus qachon 60 gradusda bo'ladimi? Ha, 60 plus 2 pn. Javoblarimiz mana shular. Topdik javoblarimizni. Endi bizdan nimani so'ragan? Qaraymiz. A sharti tenglamani shu kesmadagi nechta ildizi bor degan. Xo'p, mana bu yerda n-ga 0 berganimda pi taqsim 2 ildiz bor. Boshqa yo'q. Chunki qolgan ildizlari o'sha n teng 1 bersam 1,5 pi bo'lib chiqib ketadi bundan. N-ga minus 1 bersam bu manfiy bo'lib ketadi, x manfiy bo'lib ketib bu chegaradan chiqib ketadi. Xo'p. Demak, u oraliqda bundan bitta yechim bor. Bundanchi desa, buni o'zi ikkitacha pi taqsim 3 plus 2 pn bilan minus pi taqsim 3 plus 2 pn bor. Xo'p, n ga 0 berganimizda bu pi taqsim 3 chiqadi. Qolgan qiymat chegaraga mos kelmaydi.
qolgan qiymatlar bizda chegaraga mos kelmaydi. Shu uchun qolganlarni ola olmaymiz. Endi bunga qiymat qo'yadigan bo'lsak-chi? Bunga qiymat qo'yadigan bo'lsak, xo'p, bunga n ga 0 qo'ysak minus pi taqsim 3 bo'ladi. Minus pi taqsim 3 kirmaydi, u chegaraga ola olmaymiz. N ga 1 qo'yadigan bo'lsak, bu qiymati 1 dan oshib ketadi. 1 butun nechadir pi bo'ladi. Ya'ni mana chegaradan chiqib ketib qoladi. Shu uchun boshqa yechim yo'q ekan. Demak, bundan bitta jami bu oraliqdagi nechta yechimi bor degan, ikkita yechimi bor ekan. Bizdan endi shu oraliqdagi barcha ildizlar yig'indisini so'ragan. Endi qolgan ildizlarni topib qo'shishimizga to'g'ri keladi. Xo'p. Qolgan ildizlar bizda nimalar bo'ladi? Qarang. Mana bu yerdan pi taqsim 2 bilan pi taqsim 3 lar bor. Bundan boshqa yana ildiz bor. Chunki bu chegara sal kengroq, 0 dan 2 pi gacha. Shuning uchun hozircha bu ikkita ildizdan tashqari yana qolgan ildizlarni topib olamiz qo'shish uchun. Xo'p, bunga demak n ga 1 beradigan bo'lsak, 3 pi taqsim 2 bo'ladi. Uje n ga 2 bersak oshib ketib qoladi. Bunga n ga 1 beradigan bo'lsak, bu 2 pi dan oshib ketib qoladi, bo'lmaydi. Shuning uchun bunga n ga 1 beramiz. 0 bersangiz manfiy chiqadi, manfiy chegara bu yerda ham yo'qda baribir. Shuning uchun n ga 1 beryapman bunga. N ga 1 bersam minus pi taqsim 3 plus 2 pi bo'lsa, bizda 5 pi taqsim 3 bo'ladimi? Ha, 5 pi taqsim 3 bo'ladi. Bo'ldi, boshqa yechim yo'q. Qolgan yechimlari chegara 0,2 pi dan chiqib ketib qoladi. Demak, mana shu 4 ta bo'yagan yechimim bor ekan. Shularni yig'indisini so'ragan. Pi taqsim 2 qo'shilgan 3 pi taqsim 2 qo'shilgan pi taqsim 3 qo'shilgan 5 pi taqsim 3. Bu 2 pi, bu ham 2 pi bo'lsa, jami yig'indi 4 pi bo'lar ekan. Demak, mana bu bizda 4 pi ga teng. Keyingisi 3-misolimiz. Bizga funksiya berilgan mana shu ko'rinishda va funksiyani deyapti. Mana bu shart bajarilsa, ya'ni bu yerda c ni son demoqchida, ya'ni konstanta son bo'lsa, a ni va c ni toping debdi. Xo'p, qarang, f at x bormi bizda bor. Mana buni topib olamiz. Ya'ni f at a plus x ni topamiz. F at a plus x uchun nima qilamiz? Mana bu x lar o'rniga a plus x qo'yib chiqamiz. A plus x qo'ysangiz minus asr qiladi endi. 2 kara a plus x qo'ysak minus 4. Endi ikkinchisi f at a minus x topadigan bo'lsak, ishora ta'sir qilsa, mana shunday bo'ladi. 2 kara a minus x minus 4 bo'ladi. Xo'p, mana ikkalasini topdik. Endi bularni demak, ikkalasini ko'paytirib tengsi deymiz. Ya'ni yozaman. 4 minus a minus x taqsim mahrajini ochib chiqaylikchi. 2a plus 2x minus 4 ko'paygan 4 minus a plus x taqsim 2a minus 2x minus 4 teng nimaga? C ga. Mana bunga keltirib qo'ydim-da. Bular o'rniga bularni qo'ydim va teng C. Xo'p, endi suratiga yaxshilab qaraydigan bo'lsak, mana qarang. A minus b, a plus b. Demak, bu ikkalasi ko'payganda a kvadrat minus b kvadrat taqsim mahraji ham xuddi shunday a minus b, a plus b ga keladi, faqat sherigini to'g'ri tanlab bilish kerak. Qarang, mana buni o'rni almashtirib yozsam yaxshiroq ko'rinar ekan bizda. Minus 4 minus 2x qilaman. Mana buni minus bu plus 2x edi. Minus 4 minus 2x qilaman. Xo'p, ya'ni mana a plus b, a minus b. Bu bo'ladi nimadi? 2a minus 4 ni kvadrati a kvadrat minus b kvadrat. Ya'ni buni kvadrati 4x kvadrat. Mana buni kvadratida endi. Teng nimaga? C ga. Endi mana shu yerda yaxshilab diqqat qilib xulosa qilamiz. Ya'ni bu bilan bu qisqarib javob son qolishi kerak. Javob son qolishi kerak. Endi xo'p, buni qanday topamiz? Ya'ni a ga qanaqadir son qo'ysam, bular qisqarib ketish kerakda. Ya'ni surat mahraj bir-biriga o'xshash bo'lib qisqarib, faqat son qolishi kerak. Shuni o'ylashimiz kerak. Xo'p, endi qarang. Mana bu yerda x kvadrat, mana buni ham qavsdan tashqariga qanaqadir sonni chiqarib olganimizda, mana bu yerda x kvadrat qolishi uchun, demak, men mahrajidan 4 chiqarib olishim kerak-da, umumiy qilib. Shunda mana bu yerda x kvadrat qoladi. Lekin mahrajdan 4 chiqarib olishim uchun mana bunda ham 4 ko'paygan, ya'ni tarkibida 4 bo'lishi kerak. Xo'p, shunda buni o'ylab, masalan, a ga 2 qo'yadigan bo'lsak, bu 0 bo'lib ketadi, bo'lmaydi. A ga 1 qo'yadigan bo'lsak,
A ga 1 qo'yadigan bo'lsak, masalan qarang nima voqea bo'ladi. Tepada 3 kvadrati minus x kvadrat bo'ladi. A ga 1 qo'yadigan bo'lsak, mana bu yer minus 2 ning kvadrati, ya'ni 4 minus 4x kvadrat bo'ladi. Xullas bundan 4 chiqarib olsam 1 minus x kvadrat qoladi, lekin tepada 1 minus x kvadrat qolmaydi. Shuning uchun mana buni ham 1 qilishga harakat qilaman, buni ham qilishga harakat qilaman. U uchun demak o'ylab ko'radigan bo'lsak, a teng 3 mos keladi. A ga 3 qo'yib ko'raylik. A ga 3 qo'ysak 1 minus x kvadrat. A ga 3 qo'yadigan bo'lsak, mana bu yer necha bo'ladi? 6 minus 4 2 ning kvadrati 4 minus 4x kvadrat bo'ladi. Va teng c ga. Xo'sh, 1 minus x kvadrat taqsim hamdan 4 ni chiqarib oladigan bo'lsam 1 minus x kvadrat bo'ladi. Teng c, bular qisqarib ketadi va shu yerdan c barobar 1 taqsim 4 chiqadi. Demak a teng 3 ekan, c barobar 1 taqsim 4 ekan. Demak a teng 3 ekan, c barobar 1 taqsim 4 ekan. Biz bizdan shularni so'ragan edi ikkita shartda, demak kelasiga ham javob berdik. Endi keyingi misolimiz. Xo'p qarang, ushbu parabola va uning ichidagi ABC uchburchak berilgan. B va C parabolani x o'q bilan kesish nuqtalari. Buni x o'q bilan kesish nuqtalarini topish uchun buni 0 ga tenglashtiramiz. Minusga ko'paytiraveramiz. Xo'sh, x teng demak minus 4 bilan x teng 1 bo'ladi. Demak mana bu yer minus 4. Mana bu yer 1. Endi qarang, mana bu yerlari o'zgarmas ekan. A nuqtani tayinli joyini aytmagan. A nuqta esa parabolada yotadi. Faqat shu bor. A nuqta mana bu yerda bo'lishi mumkin, bu yerda bo'lishi mumkin, bu yerda bo'lishi mumkin, ixtiyoriy. Lekin B va C nuqtalari o'zgarmas. Endi ABC uchburchagining yuzining eng katta qiymatini toping. ABC uchburchagi yuzi qanday topiladi? Umumiy holda asos ko'paygan balandlik taqsim 2. Endi o'ylab qarasak, asos o'zgarmasmi? Demak, yuza kattaroq bo'lishi uchun balandlik kattaroq bo'lishi kerak. Balandlik qachon katta bo'ladi? A nuqta mana buni eng cho'qqisiga chiqqanda. Ya'ni bu parabolani uchi hisoblanadi. Ya'ni x0, y0 nuqta deymiz-ku. Endi shuni topishga harakat qilamiz. Keling, x0 topaylik. Mana buni x0 ni topaylik. Minus b taqsim 2a, ya'ni 3 taqsim 2a, ya'ni minus 2 bo'ladi minus 1,5. Ya'ni mana bu nuqta minus 1,5. Xo'p, minus 1,5 qo'ysam, mana bu nuqta chiqadi, y0. Xo'p, minus 1,5 olib kelib qo'yaman. Minus 1,5 kvadrati minus 3 taqsim 2 ning kvadrati minus 9 taqsim 4. Minus 3 kera minus 3 taqsim 2 plus 4. Buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu plus 9 taqsim 2 minus 9 taqsim 4 plus 4. Bunga 2 tadan bersak 18. 9 taqsim 4 plus 4 bo'lsa, bu necha bo'ladi? 25 taqsim 4 ekan. Ya'ni boyagi uchburchak balandligini topdik. Endi uchburchak yuzini topadigan bo'lsak, asosi mana bu uzunlik 5 ga teng, asos 5, ko'paygan balandlik 25 taqsim 4, mana AH taqsim 2 qilamiz. Bu shunda 125 taqsim 8 lik kelib chiqadi bizada. Ikkinchi shartda yuzi eng katta bo'lganda A nuqtani ordinatasini toping. Mana o'sha yuzi eng katta bo'lganda A nuqta mana bu yoqqa chiqqan bo'ladi. O'shani ordinatasini so'rayapti bizdan. Demak, buni javobi 25 taqsim 4 ekan. Keyingi 5-misolimizga o'tamiz. Xo'p, bizda tunnel bor ekan va uni mana bu qismlari tosh bilan to'ldirilgan ekan. Tunnel mana parabola shaklda degan. Endi qarang. Xo'p, buni 0 ga tenglashtirish orqali bitta javobi 0, bitta javobi 6 chiqadi. Men nimani topaman desa, mana bu nuqtalar koordinatalarini topdim. Demak, mana bu tomon 6 ekan. Xo'p, bu parabola shaklda bo'lgani uchun uni nimasi y0 ni topadigan bo'lsak, y0 9 chiqadi. x0 ni topib o'rniga olib borib qo'yamiz-da, mana bu yer 9 chiqadi. Xo'p, demak, mana bu tomon uzunligi bizada 9 ekan. Xo'p, shunda to'liq to'g'ri burchagimiz yuzini topadigan bo'lsak, 9 kira 6 bo'ladimi? Endi undan mana bu parabolani yuzini ayirib tashlasak, bizada mana bu yuzalar kelib chiqadi. Parabolani yuzini topishni nima qilamiz? Ayirib tashlaymiz. Parabolani yuzini qanday qilib? Integral 0 dan 6 gacha, mana 0 dan 6 gacha integral parabolamizning funksiyasi, ya'ni bizada minus x kvadrat plus 6x bo'ladi. dx. Mana shuni hisoblasak, bizada bo'yalgan soha yuzi kelib chiqadi. Xo'p, keling, biroz sig'masga integralni pastdan hisoblab olaylik. 0 dan 6 gacha minus x kvadrat plus 6x dx. Xo'p, minus x kub taqsim 3 plus 6 ko'paygan x kvadrat taqsim 2, chegaramiz 0 dan 6 gacha. Xo'p, 6 ni qo'yadigan bo'lsak,
6 ni kubi 216 taqsim 3 plus ularni qisqarsa 3 kara x kvadrat. Ayiramiz. 0 qo'ysak 0 bo'lib ketadi. Xo'p, buni hisob kitobini qiladigan bo'lsak 108 bo'ladi. Mana bu. Ayrilgan bu bilan qisqarsa 72. Buni ayiradigan bo'lsak bo'ladi bizada 36. Demak, mana bu javob 36 ekan. Xo'p, 54 ayrilgan 36 bo'lsa javobimiz 18ligi kelib chiqar ekan. B shartiga o'tadigan bo'lsak, buni bu yerga belgilab qo'yaylik. Agar shuncha maydonga tosh yotqizish xarajati shuncha bo'lsa, tunnelning tashqi qismiga qancha xarajat bo'lgan? Endi qarang, tunnel o'sha tosh yotqizilgan qismi 18 birlik kvadrat-ku. Demak, shunga 120 mingdan xarajat ketsa, shuni 120 mingga ko'paytiramiz. Hisoblasak 2.160.000 so'm bo'lar ekan. Demak, bu bizda B shartimizning javobi. Keyingi masalamizga o'tamiz. Bizda 6-savol. Juda ham zo'r misolimiz. Bu masalada demak bizada aytganki O1 degan mana buni. Xo'p, O2F ni mana buni 4 degan, ya'ni ichkisiga aylanan radiusini. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, keling mana bu yerni alfa deb olsam, mana bu yer 90 minus alfa bo'ladi. Shuning uchun mana bu yer keyin 90 dan ayirib tashlasak yana alfa bo'ladi. 90 u tepa alfa bo'lsa, mana bu 90 minus alfa bo'ladi. Xullas, nima demoqchimanki, mana bu burchaklari alfa 90 minus alfa 90. Buniki ham xuddi shunday. Demak, bu ikkalasi o'xshash. O'xshash bo'lgani uchun tomonlar nisbati mana bu radiuslar, ichkisiga aylanan radiuslar nisbatiga teng, ya'ni 3/4 ga. Endi qarang. Men ayta olamanki, xo'p, alfa qarshisidagi mana bu uchburchakda alfa qarshisidagi tomon mana bu ni alfa qarshisidagi tomon mana bunga nisbati 3 ni 4 ga nisbati desam, shundan kelib chiqadiki, mana bu yer 3x, mana bu yer 4x ekanligi. Xo'p, shunda mana bu yer 5x bo'lib chiqadi bizda. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda hamma tomonlari bor. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak uchun ichkisiga aylanan radiusini topish uchun quyidagicha formula bor edi. Shu formulaga qo'yadigan bo'lsam, demak, radius 4 mana barobar A plus B, ya'ni katetlar 3x plus 4x minus 5x taqsim 2. X teng xo'sh 4 chiqadi. X teng 4 bo'lgani uchun, demak 3 kara 4 mana bu 12, 5 kara 4 bu 20, 4 kara 4 bu 16 bo'ladi. Endi 90 dan tushgan balandlik uchun h kvadrat teng proyeksiyalar ko'paytmas qiladigan bo'lsak, xo'p, 12 ni kvadratini 16 ga bo'lsam, mana bu qismini topsam bo'ladi. 9 bo'ladi. Endi 12 9 bo'lgani uchun Pifagordan mana bu yog'ini topsam 15 bo'ladi. Endi qarang. Bizdan A shartda O1 O2 ni, ya'ni mana buni so'ragan. Mana buni so'ragan. Uni qanday topamiz? Qarang. Xo'sh. To'g'ri burchakli uchburchakda ichki chizilgan aylanani mana bu yoqqa radiuslarini perpendikulyar tushirsangiz, bu yerga kvadratcha hosil bo'ladi. Mana buni radiusini deb bu yoqqa perpendikulyar tushirsam, buni davomini ham olib kelib mana bu yoqqa tushirsam, perpendikulyar qilib. Mana bu radius 3 bo'lgani uchun mana bu 3 bo'ladi. Xo'p. Endi xuddi shunday mana bu radius 4 bo'lgani uchun mana bu 4 bo'ladi. 4 kvadrat bo'lgani uchun mana bu qismi ham 4 bo'ladi. Endi qarang. Xo'p, bu 3 bo'lgani uchun mana bu qismi ham 3 bo'lib, mana bu yoqqa 1 qoladi va biz mana bu yoqqa 3 plus 4 7 1 bo'lsa, Pifagordan mana bu O1 O2 ni topib olsak bo'ladi. Ya'ni O1 O2 barobar Pifagorga ko'ra 7 ni kvadrat plus 1 kvadrat ildiz osti 50 bo'ladi. 25 kira 2, ya'ni 5 ildiz osti 2.
A shartimiz chiqdi. Endi B shartimizda bizada mana buni so'rayapti. AD ni DC ga nisbatini so'ragan. Endi yechim ikkinchi qismini ko'ramiz. Qarang. Keling, mana bu yerni qanaqadir beta deb olay. Va mana bu to'g'ri burchak uchburchakdan tangens beta 1/7 ga teng. Keling, shuni yozib olaman. Mana bu yerdan. Tangens beta barobar 1/7. Shundan foydalanib mana bu bo'lakchani topib olmoqchiman. Keling, m deb qo'yay. Tangens beta m/3 ga ham teng. Chunki to'g'ri burchakli-ku bu ham. Teng m/3 ga ham. Shu yerdan m ni topadigan bo'lsak, bo'ladi 3/7. Endi mana bu 3 bo'lgani uchun mana bu bo'lakcha ham 3 bo'lsa, mana buni to'lig'ini topadigan bo'lsak, 3 qo'shilgan m, ya'ni mana bu yerdan shu uchburchakni chizib olay. 3 qo'shilgan m, ya'ni 3/7 dan 3 bo'ladi. 3 ga mana bu qo'shilyapti-da. Endi mana bu qizil chiziq bor-ku. Qizil chiziq davomi shunday kelsa, mana bu yoqqa tushsin deylik. Endi bitta narsa yaxshilab e'tibor berasiz. Mana bu burchak beta bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, mana bu yoqqa ham 90 bo'ladi-ku. Shunda bu beta bo'lsa, qarang, mana bu yer 90 minus beta bo'lgani uchun mana bu to'liq 90ligidan mana bu burchak beta bo'lib qoladi yana. Ya'ni tangens betani yozsam bu yerdan, mana bu yerga keling, mana bu yerni qanaqadir q nuqta deylik. Tangens beta mana bu yerdan h q ni boyagi topgan 3/7 dan 3 ga nisbati bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan yozaman. Mana bu h, bizada mana bu q, mana bu yer beta chiqdi. Mana bu yerdan tangens betani yozaman. Bu h q taqsim mana bunga teng. 3/7 dan 3 ga teng. H q bizada nima chiqadi? Tangens betani 1/7 qo'ysam. H q ni topib olsak, xo'sh. Bizada 9/24 bo'lar ekan. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Qarang. Xo'sh. Men hozir mana bu uchburchakni alohida pastdan chizib ko'rsatib beraman sizga. Qarang, qaysini. Mana bu bo'yaganlarim bor-ku. Ana shu qismini pastdan alohida chizaman. Chunki hozir bu yerga menilay qo'llaymiz, yaxshi ko'rinmasdan qolishi mumkin sizga. Yaxshiroq ko'rinsin deb pastdan alohida chizyapman. Mana qarang. Nuqtalar qo'yaman. Mana bu A nuqta, mana bu C nuqta, mana bu D nuqta. Xo'sh, mana bu H nuqta, mana bu Q nuqta. Biz hozir topdik H Q ni, mana bu yerni 24/49. Mana bu yog'i 9. Xo'p, endi qarang, mana bu ham topildi boya. Ya'ni mana bo'lakchamizni ham topdik-ku. Mana bu tomon. Mana bu. 3/7 dan 3. Xo'p, buni qanaqa qilib topamiz desak, juda ham oson. Chunki to'liq 12 mi? Mana to'liq 12. 12 dan mana bu yerni topish uchun 12 dan ayiramiz mana shuni. Ya'ni 3/7 dan 3 ni. Xo'p, buni ayirsak nima bo'ladi? Xo'sh. 60/7 bo'ladi adashmasam. 60/7. Endi qarang, nima qilamiz? Menilay teoremasini ishlatamiz. Menilay teoremasiga ko'ra mana shu yerdan boshlayman. Shart shu yerga qaytib kelish edi. Ketdi. Bu taqsim bu, bu taqsim bu, bu taqsim bu qilib yana boshlagan joyimga qaytib keldi. Menilay teoremasini yozaman. Ya'ni qarang. 24/49 taqsim mana shu to'liq. Ya'ni 24/49 qo'shilgan 9. Ko'paygan, bizga kerakli bo'lgan AD taqsim DC. Ko'paygan mana bu taqsim bu. Ya'ni mana bu o'chib ketdi. Bu taqsim bu, bu taqsim bu bilan kelib tugaydi. Ya'ni 60/7 taqsim boyagi 3/7 dan 3. Mana shu menilayiga ko'ra ko'paytma 1 ga teng.
Mana shu yerdan AD taqsim DSni topadigan bo'lsak, bizda javob 31 bo'lingan 4 egalligiga kelib chiqadi. Buni hisob kitobini o'zimiz qila olamiz. Shuning uchun unga vaqt sarflab o'tirmadim. Shuni hisob kitob qilsak 31 bo'lingan 4 ligi bizga kelib chiqadi. Xo'p, keyingi misolimiz 7-misolimizga keldik. Xo'p, bu misoldan avval bitta narsani tushuntirsam, eslatsam, ya'ni ancha ishimiz oson bo'ladi. Qarang. Parallelogramda mana shu yerdan istalgan bitta nuqta tanlang va uni mana uchlari bilan tutashtiring. Mana shu uchburchakning yuzi, mana bu nuqta qayerda olinganidan ahamiyati yo'q. Parallelogram yuzini yarmiga teng bo'ladi. Xohlasangiz bu nuqtani mana bu tomondan olib bunaqasiga tutashtirsangiz ham farqi yo'q. Nuqta tomondan olingan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bu bilan buni qanaqa nisbatligini ham ahamiyati yo'q. Mana bu uchburchak yuzi parallelogram yuzini yarmiga teng bo'ladi. Shu qoidaga ko'ra ishimiz ancha oson bitadi. Ya'ni keling berilgan yuzalarni avval qo'yib chiqaylik. DYH mana bu yoq 7 ekan. YKH 4 ekan. Xo'p, AFK 9 ekan. Xo'sh, KFG mana bu yoq 4 ekan. FGB 6 ekan. DHC 18 ekan. Bizdan CHKG mana buni so'ragan. Keling, mana shuni yuzini S1 deb qo'ying. Va buni yuzini so'ragan S2 deb qo'ying. S1 S2 ni topsam, ikkita shartni ham topgan bo'laman. Qarang. Bu aytgan ma'lumotimga ko'ra, mana buni yuzi parallelogram yuzini yarmiga tengmi? Yozaman. 18 qo'shilgan S1 qo'shilgan 4 teng S parallelogramning yuzi taqsim 2. Ikkinchi tomondan mana bu narsa ham xuddi shunday parallelogram yuzini yarmiga teng. S1 qo'shilgan S2 qo'shilgan 4 bu ham teng parallelogram yuzining yarmiga. Ikkalasi ham parallelogram yuzining yarmiga teng bo'lgani uchun bu bilan bu ham teng ekanda. Deb ikkalasini tenglashtirsam, birinchisini S1 plus 22 deb yozaman, chunki bu bilan bu 22 bo'ladi. Teng buni yozaman. S1 qo'shilgan S2 qo'shilgan 4. S1 lar qisqarib ketsa, mana bu yerdan S2 ni topsangiz 18 chiqadi. Ya'ni bizdan so'ralayotgan mana bu yuzi 18 ekan. Bizdan so'ragan A shartdagi yashil sohani qanday topamiz desak, endi qarang. Mana bunaqa tushunchada endi bundan fikrlasak bo'ladi-ku. Mana bu narsa parallelogramning yarmi bo'lsa, mana bu plus mana bu shuni qolgan yarmida. Ya'ni chizmada ko'rsataman mana. Masalan, parallelogram yuzi agar 40 bo'lsa, mana bu yog'i 20 mi? To'g'ri, 20. Shu 40 dan 20 shu yer bo'lsa, qolgani 20 mana bu yerda va bu yerda maydalanib ketganmi? Endi aynan 10 deya olmaymiz-ku. No, balki 8 ga 12 dir. 20 maydalanib ketgan. Ya'ni mana buni yuzi nima bo'lsa, qolganlarniki ham shu bo'ladi. Men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam, mana buni yuzi parallelogram yarmi o'sha tengmi mana bu bilan buni yig'indisiga. O'shani yozamiz. Ya'ni qarang, S1 plus 18 4 22 teng mana bular plus mana bular. Yozaman. Ya'ni S2 plus 6 plus 9 plus 4 plus 7. Buni nimasi yaxshi? Chunki S2 bor bizada. Qo'yamiz. S1 plus 22 teng S2 ni 18 qo'ysam 18 plus 10 16 26 qo'ysak 44 bo'ladi. 44 dan 22 ni ayirsak S1 barobar 22 chiqadi. Bu S1 bizadagi A shartimizga javob. Keyingi 8-misolimizga o'tamiz. Xo'p, bizda mana buni yuzini 1 ga tengligi berilgan. ABCF mana buni yuzini 7 ga tengligi berilgan. Buni yuzi 1 ga teng, boshqa hech qanday ma'lumot yo'q. Biz mana bu yuzani hamda bu yuzani topishimiz kerak. Xo'p, juda ham yaxshi masala. Xo'p, bunga quyidagicha yechim berishga harakat qilamiz. Keling,
Ani belgilab olay. S mana bu yuza bor-ku. Shuni A bilan belgilab olaman. K, S, B, J ni keling A deb belgilab oldim. Mana bu yuzani A deb oldim. Endi mana bu qoidani demak eslatib ketaman. Mana muntazam oltiburchakni kichkina diagonalni o'tkazganimizdagi mana buni yuzidan kattani yuzi 6 barobar katta bo'ladi. Chunki mana bu A orasi 120 gradusmi? Shu uchburchakchani yuzini toping. A ko'paygan A taqsim 2 sinus 120. Nima bo'ladi? Bizda A kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4 bo'ladi. Oltiburchak yuzi 3 ildiz osti 3 A kvadrat taqsim 2 mi? Mana shunga bo'lib ko'rsangiz javob 6 chiqadi. Bu degani mana buni yuzidan kattani yuzi 6 barobar katta bo'ladi. Shu narsani demak bilib qo'yganimiz zarar qilmaydi. Demak, endi hozir bir narsa ma'lumki, mana buni yuzi shunda A plus 1 bo'ldimi? Demak, S oltiburchagimiz yuzi A plus 1 dan 6 barobar katta. Yana 6 ga ko'paytirsam A plus 1 6A plus 6 bo'ldimi? Endi shu 6A plus 6 jamisidan mana bilan ayirib tashlasak, bizga kerakli yuza kelib chiqadi mana bu. Ya'ni mana bu yerga yozib qo'yaman. S F Y D J. Mana bu A shartda so'rayotgan yuza kelib chiqadi. U uchun nima qilaman? Kattani yuzi 6A plus 6 dan ayiraman 7 ni, ayiraman 1 ni, ayiraman A ni. Natijada nima hosil bo'ladi bizda? 5A minus 2 hosil bo'ladi. Mana bu yuza 5A minus 2. Endi buni topdik. Endi nima ish qilamiz qarang. Xo'p, endi ikkita ish qilamiz. Bittasi mana buni tutashtiramiz. Buni tutashtirganimda hosil bo'lgan mana bu uchburchak mana bu bilan bir xil bo'lgani uchun buni yuzi A plus 1 ku, buni yuzi ham A plus 1 bo'ladi. Keling yozib qo'yamiz. Va mana 5A minus 2 dan A plus 1 ayiramiz endi. Mana bu yerni yuzini topishim kerak-ku. Shu uchun to'lig'ini yuzi hozir 5A minus 2 chiqdi-ku bizda. Mana. Shundan buni ayirib tashlasam mana bu qismini yuzi chiqadi. Xo'p, A 5A minus 2 dan ayirsam A plus 1 minus ta'sir qilib 4A minus 3 bo'ladimi? Mana bu qism 4A minus 3 bo'ldi. Bu A plus 1. Endi mana bu yerdan keling buni diagonalni ham tortaylik. Ya'ni bu katta oltiburchakni bilasiz eng katta diagonali. Ya'ni bizda qoida bor-ku, agar oltiburchak tomoni A bo'lsa, katta diagonali 2 barobar katta bo'ladi, 2A bo'ladi degan. Shu qoidaga ko'ra. Endi buni ham tortganimizdan keyin xo'p. Qarang. Buni tortishimiz shart emas, qarang, mana buni tortamiz. Boya aytganimdek, mana bu ham mana bularga o'xshagan bitta uchburchak. Mana bu ham. Shuning uchun buni yuzi ham A plus 1 bo'ladi, yozib qo'yamiz. 7 dan ayiradigan bo'lsak, mana bu yer 6 minus A bo'ladi yuzasi. Endi mana buni ham tortamiz. Mana buni ham tortamiz. Va keling, mana bu A ni o'chirib turay. Bu A ni mana bu yerda yozganmiz-ku. Endi mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Keling, mana shu uchburchakchamiz yuzini, mana shu qismini yuzini qanaqadir bir M bilan belgilab olay. Istalgan to'rtburchakda, qarang. Istalgan to'rtburchakda diagonallari kesishganda, qarang, A, B, C, D bo'lsa yuzalar qarama-qarshilarni ko'paytmasi teng. Ya'ni A kara C barobar B kara D qoida o'rinli. Istalgan to'rtburchakda diagonallar kesishsa. Mana, e'tibor bering. Mana to'rtburchakda diagonallar kesishyapti. Va shu qoidani qo'llaydigan bo'lsam, nima bo'ladi? Bu qoidani qo'llaydigan bo'lsam, M
ko'paygan 4a minus 3 teng 1 ko'paygan 6 minus a. Keling shu yerdan m ni topib olamiz. Mana shu ko'rinishga keladi. Ya'ni m ni ham a ga bog'ladik. Endi eng muhim joylardan biriga keldik. Mana bu qism bor-ku, mana bu qism. Keling shuni yuzini men hozircha x bilan belgilab olaydi. X. Mana shu x bilan belgilangan sohaning yuzi x bilan belgilangan sohaning yuzi. Keling mana bu yerga yozaylik. Sohaning yuzi mana bu diagonal tutashtiraman. Mana bu uchburchak bor-ku. Mana shu uchburchak. Shuni yuzini yarmiga teng. Nega deyishingiz mumkin. Isbotlab ko'rsataman. Qarang. Keling mana bu yer uzunligi, mana bu uzunligi qanaqadir n bo'lsin. Bilasiz, muntazam 6 burchakda bu o'zi burchak 120 bo'ladi. Mana bu o'tkazilganda 60 gradus ajralib qoladi. Shunda mana bu yer 60 gradusmi? Endi qarang. Keling tomonini a desam, bilasiz 6 burchak tomoni a bo'lsa, katta diagonal 2 barobar katta 2a bo'ladi. Endi qarang. Mana bu uchburchak yuzi qanday topiladi? Uchburchak yuzi qanday topiladi? N ko'paygan 2a taqsim 2 sinus 60 gradus. Mana bu uchburchak yuzi qanday topiladi? Ya'ni x. Buni yuzi n ko'paygan a taqsim 2 sinus 120. Endi sinus 120 bilan sinus 60 javobi ikkalasi ham ildizli 3 taqsim 2 bir xil chiqadi. Ularga e'tibor bermaysiz, chunki ular bir xil. E'tibor bering. Bunda n ko'paygan 2a, bunda n ko'paygan a. Demak, mana bu 2a bu a bo'lgani bilan farq qilyapti. Shuning uchun buni yuzidan, ya'ni x dan 2 barobar katta. Demak, mana bular o'chirib chiqay. Demak, men hozir mana shuni yuzini topib 2 ga bo'lsam, x ni topar ekanman. Buni yuzini topish uchun nima qilaman? Qarang, juda ham oson. Qanaqasiga? Kattani yuzi bormi? Bor. Diagonal shuni teng 2 ga bo'ladimi yuzini? Ha, teng 2 ga bo'ladi. Kattani yuzi mana buni 2 ga bo'ling. 3a plus 3. Mana buni yuzini topdim. Shundan endi mana buni va birni ayirsam, mana shu qora bilan bo'yalgan joyim yuziga kelib chiqadi. Ya'ni ayiraman a plus 1 ni minus ta'sir qiladi. Ayiraman 4a minus 3 i minus 1. Mana shu qora joy yuzi chiqdi. X topish uchun 2 ga bo'laman. Taqsim 2 qilaman. X topish uchun. Demak, x teng nima bo'ldi bizada? Xo'sh. 4 minus 2a taqsim 2 bo'lsa, x barobar 2 minus a bo'ldi. X barobar 2 minus a bo'ldi. Endi qarang. Mana shu yerda zo'r tenglama hosil bo'lib qoldi. Bizada mana buni yuzi nimaga teng edi? A ga teng edi mana. Demak, o'shani yuzi a barobar nimaga? M plus x ga. M o'rniga mana bu keladi, x o'rniga mana bu keladi. Ya'ni qarang, a barobar m o'rniga 6 minus a taqsim 4a minus 3 qo'shilgan x o'rniga mana bu 2 minus a keladi. Mana bu kvadrat tenglamani yechib a ni topadigan bo'lsak, bizada a 13 taqsim 8 bo'ladi. Bu bizda mana bu shartda so'ralgan edi. Bizdan so'ralayotgan yuza. Mana bumidi? Ya'ni mana bu yuzamiz. Ya'ni mana. Shu. Endi uni topish uchun, mana buni topish uchun 5a minus 2 ni hisoblar ekanman. A chiqqan-ku, endi qiyin emas-da. 5 ko'paygan 13 taqsim 8 minus 2. Xo'p, necha bo'ladi bu? 65 dan 16 ni ayirar ekan bo'lsak 49 taqsim 8 ekan. Mana javoblar. Bu A shartining javobi. Bu B shartining javobi. Keyingi
9-misolimiz. Xo'p, qarang. Sharga ostki asosini shuncha 4 marta katta bo'lgan kesik konus tashqi chizilgan. Kesik konusga ichiga shar chizilgan ekan xullas. Xullas, shar chizilgan. Endi mana bu yerda aytgan, qarang. Ustki asosini yuzidan ostdagi 104 marta katta, ya'ni mana bundan mana bu 4 marta katta ekan. Demak, yuzasi pi r kvadrat 104 marta katta bo'lsa, radiusi 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni agar mana buni radiusi r1, buni radiusini r2 deydigan bo'lsak, bizada r2 barobar 2 ta r1, ya'ni radius 2 marta katta, mana bu 2 marta katta, shuning uchun yuzasi 4 marta katta bo'lyapti. Endi shar radiusi bu umuman boshqa narsa. Xo'p, shar radiusini mana buni katta r deydigan bo'lsak, endi qarang, bizda mana bunaqa qoida bor. Agar mana bu radius r1 bo'lsa, mana bu ham r1 bo'ladi. Mana buni radiusi r2 bo'lsa, mana bu ham r2 bo'ladi. Va mana bu 90. Va 90 dan tushgan balandlik uchun qoida bor edi-ku, r kvadrat teng proyeksiyalar ko'paytmasi. Shunga ko'ra mana formula paydo bo'ladi. Ya'ni h kvadrat teng x kare y. Endi shunga ko'ra qarang. Mana r2 ni o'rniga 2 ta r1 keltirib qo'ysam, 2 ta r1 kvadrat teng r kvadrat bo'lsa, bu yerdan r1 topadigan bo'lsak, r taqsim ildiz osti 2, r2 ni topadigan bo'lsak, buni 2 ga ko'paytirib r ildiz osti 2 bo'ladi. Ya'ni r1 ni ham r2 ni ham katta r ga bog'lab oldik. Bu juda ham yaxshi. Endi qarang. A shartida kesik konus hajmini shar hajmidan necha marta katta degan. Keling va kesik konus hajmini topaylik. Kesik konus hajmi 1/3 h ko'paygan pi ko'paygan r1 ni kvadrati r2 ni kvadrati plus r1 r2 formuladan topiladi. Xo'p, shunga ko'ra 1/3 h, mana buni balandligi h, bu shar balandligi, ya'ni 2r. Sharni diametri, ya'ni 2r ko'paygan pi ko'paygan r1 ni kvadratini ham mana buni qo'yamiz. r2 ni kvadratini o'rniga buni kvadratini qo'ysak 2r kvadrat plus r1 r2 ikkalasini ko'paytirsak r kvadrat bo'lib qoladi. Ko'paytirganda mablag' qisqarib ketadi. Endi v kesik konusni hajmini soddalashtiradigan bo'lsak, mana bu yerda 2 pi r taqsim 3 ko'paygan, buni qo'shadigan bo'lsak 7r kvadrat taqsim 2, bu bilan bu ketadigan bo'lsa 7 pi r ning kubi taqsim 3. Xo'p, shar hajmini topadigan bo'lsak, shar hajmini bilamizki 4/3 pi r kub. Endi shularning nisbatini olsak, v kesik konus taqsim v shar qilib, ya'ni mana buni bunga nisbatini oladigan bo'lsak, shunda mana bu pi r kub taqsim 3 qisqarib ketadi va 7/4 chiqadi. Bu A shartimiz javobi. B shartimizda B shartimizga qarang. Kesik konus yon sirtini shar sirtiga nisbat qarang. S yon sirti kesik konus taqsim S sharni sirti, to'la sirti. Xo'p, kesik konusi yon sirti quyidagicha formulasidan topilardi. Pi asoslardagi radiuslar yig'indisi kara yasovchisi. Endi qarang. Bizadagi yasovchisi borki, mana bu L. Shu ham r1 plus r2 ga teng, mana bu ham r1 plus r2 ga teng. Shunga ko'ra pi ko'paygan r1 plus r2 ni kvadrati bo'lib qoladi. Taqsim to'la sirt, bu 4 ta pi r kvadrat. Shar uchun buni juda ham yaxshi bilamiz. Shar radius katta r. Buni hisoblayotgan paytimizda r1 r2 larni ham bularni qo'yib qo'shamiz. Mana buni irratsionaldan qutqarib mana bunaqa shaklni yozaman.
Bu bilan bu ketsa, hop. Bunga maxraj bersak 3 ildiz ostik r taqsim 2 kvadrati taqsim 4r kvadrati. Hop, shunda bu 9 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim 4 bo'ladi. R kvadratlar qisqarib ketsa-da, shunda javob 9 taqsim 8 bo'ladi. 9 taqsim 8 bo'ladi. Bu bizda B shartimiz javobi. Mana A shartimiz, mana bu B shartimiz. Keyingi 10-chi misolimiz. Xo'p, mana bu qismiga e'tibor berasiz. Teng yonli uchburchak degan mana bu yerni teng yonli uchburchak. Pastdan alohida chizib olamiz. Teng yonli uchburchak ichiga mana bu qarang, derazasi qanaqa chizilgan. Shuni ichidan chizib olamiz endi. Mana bu yer 240 ekan. Mana bunaqasi 100, tepasi demak 300 ekan. Ya'ni mana bu yerdan bo'ladigan bo'lsam, mana bu yer 300 ekan xullas. Santimetrda. Bu yerda metrda so'ragan uchun keling shularni metrda yozaveray. 3 metr. Bu 1 metr. Bu 2,4 metr. Shunda javobimiz to'g'ridan to'g'ri chiqadi bizda. Endi derazani yuzi eng ko'p bo'lsin debdi. Mana shu derazamizni yuzini eng ko'p qilishimiz kerak. Ya'ni S derazani yuzidan hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Chunki biz bilamizki, eng katta eng kichik qiymat desa doimo hosilni olamiz. Xo'p, mana buni shunday tushirsak, bu uyni teng yarmida bo'lgani uchun keling, men buni tomonini 2A deb olsam, to'g'ri burchak bir tomoni 2A deb olsam, bu A bo'ladi. Shuning uchun mana bu ham A, bu ham A bo'ladi. Endi mana bu 1 metr bo'lgani uchun 1 metr. Xo'p, keling, mana buni men B deb olaman. Shuning uchun mana bu yer B bo'ladi. Endi qarang. Mana bu 2 4 yarim bo'lib, mana bu 1,2 bo'lgani uchun mana bu yer 1,2 minus A. Shuning uchun mana bu yer ham 1,2 minus A. Endi qarang, bu ham B bo'lgani uchun to'lig'i 3 ku, mana bu to'lig'i 3 ku. Shuning uchun mana bu yer 3 minus B bo'ladi. Mana bu yer 3 minus B bo'ladi. Ya'ni mana bu o'xshash, mana bunga o'xshashlik yozadigan bo'lsam, qarang, 3 minus B taqsim B barobar A taqsim 1,2 minus A. Mana bu A va B ning orasidagi bitta bog'lanish bizada. Keling, proporsiya qilaylik. 3,6 minus 3A minus 1,2B plus AB teng yana AB. Bu bilan bu ketsa, bizada mana bu narsa qoladi. Bir tomonga olib o'tsam, 3A plus 1,2B barobar 3 volt. 3 ga qisqartirib chiqsam, A plus 0,4B teng 1,2. Xo'sh, endi bizdan to'g'ri burchak yuzini so'ravdi. To'g'ri burchak yuzi nima bo'ladi? Qarang, tomoni 2A ko'paygan B plus 1 da yuzasi. Yuza 2A ko'paygan B plus 1. Mana shu narsadan hosil olib 0 ga tenglashtirishim kerak. Bundan hosil olayotganimda noma'lum ikki xilligi bizga xalaqit beradi. Shuning uchun nima qilaman? Mana bu yerdan A ni topib olaman. 1,2 minus 0,4B. Shuni mana bu yerga keltirib qo'yaman. 2 ga ko'paytirsam 2,4 minus 0,8B ko'paygan B plus 1 dan hosil olamiz teng 0. Hop, qavs ochib chiqadigan bo'lsak 2,4B plus 2,4 minus 0,8B kvadrat minus 0,8B dan hosil olishim kerak teng 0. Bundan buni ayiradigan bo'lsak 1,6B minus 0,8B kvadrat plus 2 4 ni yozib o'tirmaymiz, chunki hosilaga baribir 0 bo'lib ketadi hosil olganda. Hop, bundan hosil olsak. Mana bu yerda yozdik. Davomi.
1,6 minus 2 oldinga tushadi. 1,6 b teng 0 bo'lsa, bunga ko'ra b teng 1 chiqadi. B teng 1 ni mana bu yoqqa keltirib qo'ysam, bu 0,4 edi. A ni topsak 1,2 minus 0,4 kara 1 bo'lib 0,8 chiqadi. Endi uni tomonlari nima edi? Mana bu tomoni b plus 1 edi-ku. Shuning uchun b menga 1 chiqqani uchun mana bu tomoni 2 bo'ladi. Bu tomoni 2a edi. Shuning uchun buni 2 ga ko'paytirsam 1,6 chiqadi. Tomonlarini topdimmi? Endi qarang. 100 eng ko'pi bilan necha bo'ladi degan. Endi 2 kara 1,6 qilsam 100 3,2 chiqadi. O'lchamlarini yig'indisi degan eni bilan bo'yni. Endi 2 bilan buni yig'indisini so'ragani uchun 3,6 qilaman metrda. Bu bo'lsa metr kvadratda chiqadi. Siz agar e'tiborli qilib mana bu bilan yechgan bo'lsangiz, javobingiz biroz kattaroq sonlar chiqqan bo'lar edi. Demak, javobimiz 3,2 va 3,6.